Odamning miyasida o'rta hisobda 10 milliard asab hujayrasi joylashgan. Ushbu hujayralar aro ma'lumot almashish uchun xizmat qiladigan tolalarning soni esa 100 trillionni tashkil etadi. 100 trillion sonining salmog'ini tasavvur qilish odamga qiyinchilik tug'diradi. Mazkur miqdorni ko'z oldingizga keltirish uchun Turkiya hududidan 10 barobar katta maydonni tasavvur qiling. O'sha maydon zich joylashgan daraxtlar bilan to'la bo'lsa-yu, har bir daraxtda 10 mingta barg bo'lsa, ana o'shanda barcha daraxtlardagi barglar taxminan 100 trillionni tashkil etadi. Ya'ni jajjigina miyamizda joylashgan asab tolalari miqdoriga teng bo'ladi. Ana shu ulkan miqdordagi asab tolalari orqali o'tuvchi ma'lumot hayratlanarli tezlikda, soatiga 320 kilometr tezlikda harakatlanadi. Miyamizdan tanamizga olib boruvchi asab tolalari o'ziga xos avtomagistral vazifasini o'tab, ma'lumotni to'xtovsiz ravishda miyamizdan tanamizga yetkazib turadi. Boshqacha qilib aytganda, miyamizda har soniyada aql bovar qilmas harakatlar va jarayonlar sodir bo'ladi. Miya bilan tana o'rtasida har lahzada minglab turli axborotlar impulsi almashinadi. Bundan tashqari, har daqiqada miyada 10 mingdan millionga qadar kimyoviy jarayonlar sodir bo'ladi. Ushbu filmni tomosha qilayotgan vaqtingizda organizmingizda turli jarayonlar bo'lib o'tib bormoqda. Soniyaning mingdan bir lahzasida miya va mushaklar o'rtasida minglab axborot almashinib, organizmga qandaydir buyruq beriladi. Masalan, ko'rishga oid yoki orqaga suyanib o'tirishingiz, ko'rayotgan narsangizni idrok etish, yuragingizning urishi, nafas olish, ko'zlarni ochib yumish, sochlarning o'sishi, hid sezish, atrofingizdagi tovushlarni eshitish. Agar mazkur amaliyotlarni bajarish uchun tanangiz ado etayotgan barcha vazifalarni qog'ozga tushirmoqchi bo'lsangiz, tanangizda sodir bo'layotgan kimyoviy jarayonlarni yozish uchun anchagina qog'oz kerak bo'ladi. Agar mazkur jarayonlarda kichik bir xato yoki chigallik sodir bo'lsa, tanangiz sizga bo'ysunmay qolardi. Soch taramoqchi bo'lsangiz, tarog'ingiz boshingizga bormay, ko'zingizga kirib ketishi mumkin edi. Yurganda ham muvozanat bilan qadam tashlay olmay, yerga yiqilib